kir suvini ishlab chiqarish biznesi. Qadrdonlar ko'rib turibsizlar, yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Bu yerda apparatlari ham bor, plus Sirion ham akalarimiz yetkazib berishyapti. Ya'ni o'zlari ishlab chiqarib, 3 xil variantda bor ekan. 9000 so'm, 10000 so'm, 11000 so'mligi bor ekan. Bir klass albatta. 500 kilo oladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib berishaveradi. Xo'sh, apparatlarga keladigan bo'lsak, bu apparatimiz soatiga 700 ta kir suvini ishlab chiqaradigan, 3 foiz 220 ga ishlaydigan, xolasangiz 3 fazaga ham moslab beraveradigan, svet rasxodiga keladigan bo'lsak, soatiga 2000 so'm rasxod qiladi. $700. Bu apparatimiz necha bezopasniyroq, kattaroq variantda ishlab chiqarilgan. 1 soatiga 1000 ta kir suvini ishlab chiqaradigan qadrdonlar, narxi $800. Xo'sh, sovunga keladigan bo'lsak, Sirion eng zo'rini olasiz, ya'ni 11000 so'mligidan olasiz. Bir dona sovun ishlab chiqarsangiz, donasidan hamma rasxoddan tashqari 500 so'm foyda qiladi. Bu apparatimiz 4 soatda 1 tonna Sirion ishlab chiqarib, sovun qilib ishlab chiqarar ekan. Ya'ni o'pshi summasi foydasini hisoblab ko'rdik. 2,5 million daromad qilsangiz bo'ladi albatta 4 soatda o'zida. Manzil Furqat tumanidan, Farg'ona viloyati Furqat tumanidan bo'lyapti. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.